Qo'lim kuydi. O'tgan videomizdagi demak suyuqlik juda ham ko'pchilikka qiziq bo'ldi. Endi buni tayyorlanishini kelaylik ko'rib chiqaylik. Xo'sh, buning uchun bizga bir tog'ora suv kerak, shampun kerak va buton gazi kerak. Va yoqish uchun mana shunaqa zajigalka bo'lsa bo'ldi. Xo'sh, buning uchun mana shu suvga shampundan quyib olamiz, aralashtirdik. Ana endi gaz. Gazni qaranglar, bu ichi o'zi suyuq bo'ladi. Mana shuning uchun sal bossak o'zi chiqib ketadi ichidagi gaz. Suyuqlik tashqariga chiqqandan keyin gaz bo'lib chiqadi. Mana. Endi shuni suv ichiga chiqib, mana shu bosamiz, ko'piradi. Mana shu ko'piklari bilan bitta yaxshilab aralashtirib qo'limizga olib yoqishimiz mumkin. Qo'limizni mana bu suvga yaxshilab namlab olamiz, sababi namlanmagan joyga issiqlik ta'sir qilib qo'yishi mumkin. Demak, idishdan uzoqroqda yoqamiz, sababi ozgina olov tushadigan bo'lsa, butun idishdagi gaz yonib ketishi mumkin. Agarda tajribalarimiz qiziqarli bo'layotgan bo'lsa, sahifamizga obuna bo'ling. To'liqroq ma'lumot olishni xohlasangiz, Telegram sahifamizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz.